Allohga qasamki, shu bolaga juda ham yordam bergim kelyapti, lekin odamlarni ichiga, qalbiga kiradigan nimadir so'zlar topishim absolyutni bilmayman, to'g'risini aytadigan bo'lsam. O'rganmaganman, bilmayman. Hayotim davomida umuman bunaqa mavzularga aralashmagan odamman, lekin bunisida rostdan befarq o'tib keta olmadim. Chunki summa, chestni aytganda, strashniy 3 millionlik bir marta qilinish kerak bo'lgan ukol kerak ekan shu bolaga. Eng redki заболеванияларdan bittasi ekan. Duchenne mushak distrofiyasi degan kasallik bor ekan. Bu kasallikni endi mana 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bola endi qadam bosib yurishni boshlaganida bu kasallik regressga olib ketar ekan. 10 yoshga borganda absolyutni shol bo'lib qolar ekan. Kolyaskada faqat prosta o'tira olar ekan. Даже bironta bitta mishsasini ishlata olmaydigan darajada mana shunaqa juda ham qo'rqinchli diagnoz ekan. Hali bola yosh bo'lgani uchun vaqtimiz hali bor. Xudo xolisa hamma azginadan 10 ming so'm bo'lsa ham, 20 ming so'm bo'lsa ham, 50 ming so'm bo'lsa ham tashlab beringlar. Men borib живой ko'rdim shu bolani. Qanaqa zinalarda qiynalayotganlarini ko'rdim. Qanaqani onasiga bog'lanib qolganlarini ko'rib rostdan ko'nglim erib ketdi. Befarq bo'lmaylik, prosta sizlardan mana masalan 1,5 million, 2 million tashlab bering deyotgani yo'q hech kim. Qancha sharoitingiz bo'lsa, bir kunda, 2 kunda bir marta tashlab qo'yasizmi? Bilmayman, bo'sh vaqtingizda arzimagan puldan tashlab qo'ying, mayda bo'lib yig'iladi xudo xolisa. Inshaalloh Alloh sizga ham ajrini beradi. Boshingizga kelayotgan nimadir musibat, agar mushkulotli bo'lsa, siz mana shu bolaning mushkulini yengil qilib berganingiz uchun Alloh sizning ham mushkulingizni xudo xolisa oson qiladi. Chin yurakdan hammanglarning haqqingizga duo qilib so'rab beraman. Chunki rostdan mehrim tushib qoldi shu bolaga, haqiqatan yordam bergim kelyapti. Men unaqa professionallik nimadir aratirmasman, chestni aytadigan bo'lsam. Pastda karta raqamlari bor, onasining karta raqami, onasining o'sha telefon nomerlari, hammasi danliklari o'sha qoldirilgan bo'ladi pastda. Bemalol borib, ko'rib, agar xohlasangiz живой qo'liga topshirsanglar ham bo'ladi, pulni mutlaqo muammosi yo'q. Hammanglarga xayrli kun, yaxshi kayfiyat, oilamizda, bolalarimizni kasal bo'lishmasin, chunki hayotimizning mazmuni aynan mana shu farzandli bo'ladi. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hamma balolardan nari bo'lib uzoqroq yuringlar.